Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Zift va bugun biz mana sotuvchining oldiga boryapmiz. Assalomu alaykum sotuvchi. Siz menga siz menga uy yasab berasizmi? Ha, albatta. Yaxshi. Hozir men pulimni olib kelguncha yasab bera olasizmi? Ha, albatta. Yaxshi, yasab turing. Mayli tomoshabinlar, men uyimga borib kelay, keyin videoni davom ettiraman. Uyimni pulim qolib ketibdi. Tak, mana uyimdan keldim tomoshabinlar. Ana pulimni ham oldim. Tak, qani endi sotuvchi, ya'ni quruvchi u. Assalomu alaykum janob. Voy, yurmang. Men sizga pulingiz, ish haqingiz. O, rahmat, mana sizning uyingiz. O, rahmat. O. Ha, men bundan ko'pini kutmadim, rahmat. Arzimaydi. Tak. O, bu nima? Ha, bu texnik nosozlik. Ha, yaxshi, tushunarli. Pulim yana qolib ketibdi-da. Uyda yasab turingan mana shu yerda. Xo'p. Men Kattaroq, ha? Ha, kattaroq qilib yasang, men uyimga borib pulimni olib kelay. Xo'p, xo'p. Tak. Mana bolalar, uyimga keldim. Mana videoni boshladim-ki, kamerani yoqdim. Mana hozir pullarni olamiz. Tak, quruvchiga ovqat ham olaylik, bechora oshqagandir. Mana ozgina olamiz. Va ozgina pul ham. Mana ketdik. Bu cheki, men qushim mana ko'rib turganingizdek. Shu mening uycham. Tak. U yerga borgandan keyin videoni ham davom ettiraman. Tak, mana keldim. Salom sotuvchi, ya'ni quruvchi dolmalashtirib qo'yapman. Tak, mana sizning ovqatlaringiz va ish haqingiz. Xo'p, rahmat. Tak, bu safar nima qurdingiz? Bu safar yaxshigina dollarlik uy. Yaxshi. O, ajoyib. Uyda o'zim uyim ko'rinar ekan. Yo. Zo'r. 10 dan 10 ball qo'yaman. O, karavat. Uncha zo'r. Buni nimadan yasadingiz? Ha, bu ishtimadan. O, sandiq, sandiq. O, zo'r qilibsiz-ey. Kaliz ishli ekan. Yana sandiq. Yo, pechka bor. Vesaychi. Mak. Tak. Sandiqlar qayerga qo'ysam ekan? Yo, bu yerga qo'ysam, lekin Tashqariga qo'ysiz bo'ladi. rostdan ham kaliz ishlaydi. Tak. Yoki boshqa joyga qo'ysam bo'ladimi? Ammo tashqariga qo'ygan yaxshiroq. Olamiz. Va yana olamiz. Qani ketdik. Tak, bir uy. Mana zo'r joy. Mana, kaliz ishlaydi janob, mana. Ha. Hech kim o'rlab ketmasa bo'ldi shu yerda. Xo'p. O'z beti faqat biz yashasak. Tak. Mayli. Men uyimga borib uxlab turaman, siz uyda yasab turasiz. Xo'p. Endi bu safar 40 dollarlik. Yaxshi. Videoni keyin davom ettiraman do'stlar, uxlab olaylik. Mana bolalar turdik, ertalab otdi. Tak, mana uxlab turdik. Mana musulda o'tiramiz. O, salom jon sotuvchi. Mana 40 dollarlik uy. Ha, rahmat, ya'ni sizga boyagi demoqchim janob quruvchi. Tak, qani ekskurs qilingchi. Xo'p. Yana ish haqingiz. O, rahmat. O, bu yer qayer? Ha, bu yermi? Bu yer basseyn. Ajoyib. Qani boraylik, yuring. Xo'sh, bu yer. O, bu nima? Blokmi? Yordam cho'kayapman. Bildim. Bu yerda nima qiladi? Bu yerda bombacha sakraysiz. Ajoyib. Mendek ho'p. Qani sakraychi. Qani chiqamiz? Ha, osmonga. Buni tushib ketamiz deb o'yladim. Yaxshi. Men sizdan birinchi boraman lekin. Texnologik uslublar ishga solaman-da men. Tak. Keyin qo'rqyapman. Svitlarni ko'ring kerak. Yaxshi, svitlar qanday yoqli? Yubi. Yo, unchazu. Yo, uchigani kerak. Yo. Siz kuligul isteykansiz. Vo, karbat. Kattagina ekan. Biga baliqlab boqsam bo'ladi, biga akula, biga shunaqa bar. Zo'rmikan? Sandiq bormi? Yo'q, bu yerlarda sandiq. Afsus. Nima uchiriz? Yaxshi. Zo'r qilibsiz. Mayli, videoni tugatamiz. Hammaga xayr tomoshabinlar. Sizlar bilan mana Zift bo'ldik va
yoquvchi. Va Mana bu- uylarimiz zo'r mana- chiqdi deb nima umid qilaman. Hammaga Hammaga xayr. xayr. Layt bosib tursang,